Demak, tergov organi ayblovi bo'yicha 14 ta odam ayblangan. Barchasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-qismi V bandida, ya'ni uyushgan guruh tomonidan va uning manfaatlarini ko'zlab tovlamachilik qilgan deb bir necha epizodlar bo'yicha ayblov e'lon qilingan. Bizni nazarimizda mana shu jinoyatda jabrlanuvchilarni haqiqatan o'zining mulkini beradigan, ya'ni topshirishga majbur qiladigan sharoitga solib qo'ygan sudlanuvchilar. Ya'ni bozorga borgan klient deylik, arzimagan 80 ming so'mlik qanaqadir mashinasida jihozni almashtiraman deb borib, bitta epizodda 13 ming dollardan oshiq pul tashlab ketgan. Endi borgandan keyin 10 kishi uni atrofini o'rab olib, hali o'zi buyurtma bermagan bo'lsa-da, avtomobilni ta'mirlash bo'yicha ishlarni bajarib, so'ralmagan ish uchun ham pul talab qilib, jismonan baquvvat 8 ta 10 ta odam o'rab olgandan keyin u hattoki uydan borib pul olib berishga, bankdan borib kredit olib, shu qarzini uzishga harakat qilib, shu vaziyatdan qutulib ketadigan boshqa ilojsiz qolmaganidan shu pulni bergan. Mana buni sharoitga solib qo'yish deydi. Shu uchun sud barcha sudlanuvchilarning harakatini Jinoyat kodeksining 165-moddasi bilan malakalagan. Endi jazo tayinlashga keladigan bo'lsak, jazo individual tayinlandi. Ko'proq tayinlagan sudlanuvchilarimiz muqaddam sudlangan. Ozodlikdan mahrum qilish jazosini o'tab chiqqanlari ham bor. Shu uchun ularni rejimi ham qattiq tartibda tanlandi. Har bitta kishining shaxsi, oilaviy ahvoli, muqaddam sudlangan, sudlanmaganligi va o'sha sodir etilgan jinoyatdagi o'rni va roli inobatga olinib jazo tayinlandi. Ikkita sudlanuvchimiz bor yo'g'i bitta epizod bo'yicha aybdor deb topilganligi uchun ularning oilaviy sharoiti muqaddam sudlanmaganligini inobatga olib, shu ikkitasiga nisbatan 57-moddasini qo'llab, sanksiyadan nazarda tutilgan eng kam jazodan ham kamroq jazo tayinladi.